Assalomu alaykum, hurmatli futbol suyar qavm. Toshkentda o'tib жатқан AFL Kids'ning 3-o'rin uchun o'tib жатқан matchida qazzar bastaldi. Arsenal Shimkent komandasi 3-o'rin uchun o'ynayotgan bo'ldi. O'zbekistonning komandasina qarshi. Junior 15 komandasi Sari Jidida o'ynaydi. Hozir mana junior futbolchilari qo'rg'onadi. Arsenal futbolchilarida Janalining pasi Aysultondan o'ng qaptalga Ravan ulgurmadi. Arlen qaqbashi Arsenal komandasida Aleksey kelgan edi. Orada Ibrohim dopni oluvga tirishdi. Quranmen tanishtirib o'tamiz. Janali qo'rg'ovchi qaz Arlen dopni ulgurdi. Spokojno. Rafael Karelik, Ravan kir ishga. Ziyatchan Narziqulov, Altayr Qurbonali, Ibrohim Abibullayev, Nurdavlat Qaratamir, Didar Tag'abay, Jasur Ibatov, Ravan O'rdabek және Aysulton Abixan. O'sha futbolchilar Arsenal komandasining quramida o'ynay ko'rsatdi. Final bo'lib o'tdi bugun. Finalda 5-0 hisobмен Astana jengishga yetganini ko'ra bo'ldik. O'sidan burun o'tdi o'yin. Qirg'izistonning Xorensk Warriors komandasini 5-0 hisobмен jengib, Qozog'istonning komandasi chempion atandi. Xorensk Warriors komandasi Arsenalda kecha negizgi vaqtda 1-1 hisobмен teng tushib, o'yinda penaltilar seriyasidan jeng ketgan edi. Junior 15 komandasi bo'lsa kecha jartilay finalda Astanaga yo'l bergan edi.